قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi: Qullar ertani qarshi ola turgan har kunni ikki farishta tushadi. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan va yaqulu al-akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Shularning birisi aytadi: Ya Allah, o'z mol-mulkatini sarf etgan, ya'ni sadaqa bergan kishiga qaytar. Ikkinchisi aytadi: Ya Allah, saramlangan kishining mol-mulkatini halak et. Kun sayin ikki farishta tushadi. Shularning birisi har bir sadaqa bergan kishi uchun Allohga duo qiladi. Aytadi: Ya Allah, bu mol-mulkatni sarf etgan kishiga qaytar deydi. Ikkinchisi biror kishi sadaqa bermadi ekan, onun uchun, ya'ni mol-mulkatni sarf etmadi ekan Alloh yo'lida, onun uchun duo qiladi. Ya'ni anga qarshi duo qiladi. Ya Allah, deydi. Bu kishining mol-mulkatini halak etdi. Agar bugun mumkinchilik bor ekan, ozgina bo'lsa da kun sayin sadaqa berga tirish. Kun sayin sadaqa berga tirish, chunki agar sen sadaqa berasan ekan, sening uchun farishta duo qiladi. Duo qiladi ham Alloh qaytardi. Biz bilamiz, Alloh har bir ibodat uchun ajr savob yoza ko'pmi? Undan 700 ga qadar. Sen berding ekan 10 so'm. Demak, sen ajr savob yoza ko'pmi? Kimda 100 so'm, eng ko'pi 700 so'm. Ya'ni sen 10 so'm qayta, 700 so'm qayta. Anladingizmi? Payg'ambarimizning ikkinchi hadisi bor. Sadaqa molni kimitmaydi. Sadaqa molni kimitmaydi. Ko'pimiz bugun molimizni Alloh yo'lida sarf etishga qo'rqamiz. Ya'ni muhtojlarga bera qo'rqamiz. Qo'rqita, shayton qo'rqita, mol kimaydi. Yo'q. Payg'ambarimiz aytdi, sadaqa molni kimitmaydi. Sen berasan ekan, senga Alloh qaytarashaq. Mana bugun hadis o'qidik. Farishta Allohga duo qildi, Alloh qaytardi. Undan olib 700 ga qadar ko'proq qaytarashaq. Bu dunyoda bo'lmasa oxiratda qaytarashaq. Anladingizmi? Shunga ko'ra ozgina bo'lsa ham, bilakagina bo'lsa ham mumkinchilik bor ekan, sadaqa ber. Kimdir aytgan mumkin, men uydan chiqqan sayin chiqib yurmim, sadaqa bera olmayman deb. Savol bor bir soatga, niyat bilan. Bir soatga yeyib bor kun sayin savol az aqsha, ham bir kun chiqqanda bersin bir muhtoj kishiga. Ham shulay aytgan mumkin bir kishi o'zimga da aqsha yetmaydi deb. O'zimga da aqsha yetmaydi, butun zarpatim, butun oqshom oshara ketib boradi deb. Hatto o'zingga oshara olasan ekan, o'zingga sadaqa beru niyati bilan ol. Ham bu senga sadaqa deb yoziladi. Bolalaringga, oilangga rizq olasan ekan, rizq bo'lsinmi, kiyim bo'lsinmi, olasan ekan, olganchi boshda niyat yasa, sadaqa ettirib, Alloh yo'lida sadaqa beram deb, oilama. Ham bu senga sadaqa bo'lib yoziladi. Eng yaxshi sadaqalarning birisi nima? O'z oilangga bergan sadaqa. O'zingga bir olsandan sadaqa beram deb niyat yasa, ham Alloh subhanahu va taolo senga ajr savob yozadi. Agar sadaqa bermaysan ekan, demak farishta senga qarshi duo qiladi. Alloh bu kishining mol-mulkatini halak etdi. Shunga ko'ra bugun oqshom bor ekan, mumkinchilik bor ekan, bir Alloh ana senga qaytarashaq. Bugun mumkinchilik bor ekan, sarf et Alloh yo'lida. Ertaga sen narsa bo'lsa bilmaysan. Ertaga balki berga tilarsin, lekin mumkinchilik bo'lmas. Shunga ko'ra bugun mumkinchilik bor ekan, qoldirma bu amalni.